Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun Florida shtati Miami shahridagi bir bog'chining go'zal manzaralaridan huzur olgach, doktorxonalardagi xato diagnoz va ziyoda diagnoz to'g'risida o'zimning izlanganlarini va o'zimning bu vaqtda o'ylaganlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Menden yardım so'rab, men bilan aloq qilgan bir qism qarindoshlar yuzlangan o'rtaq bir masala doktor qo'ygan kasallik diagnozining o'zlariga bek ushtumtut tuyulganligi va doktorning u kasalni davolash taklifiga nisbatan nima qilishni bilolmay gangirab qolganligi va shu sababdan u jihatda mening maslahatimga ehtiyoji tushganligi bo'lib, o'xshash masalaga duch kelayotgan texmi ko'p qarindoshlarga foydasi bo'lib qolar degan maqsadda ko'pchilikka doktorxonalardagi xato diagnoz va ziyoda diagnoz to'g'risidagi ba'zi sonliq ma'lumotlarni sunish bilan birga ba'zi tavsiyalarni o'tirg'a qo'yib o'taman. Men bugün ortaklaşmakçı bo'lgan sonliq ma'lumotlar Amerikadagi doktorlar yoki doktorxonalarning xato diagnoz qo'yish va ziyoda diagnoz qo'yish masalasi bilan munosabatlik sonliq ma'lumotlar bo'lib, ular garchi ko'pincha bemorlar bilmaydigan sonliq ma'lumotlar bo'lsa-mu, ammo ular maxfiy sonliq ma'lumot bo'lmasdan balki Amerikadagi akademiklarning tekshirish orqali ilmiy jurnallarda e'lon qilgan sonliq ma'lumotlardir. Men ularni sizlarga faqat bir sonliq ma'lumotni bildirish uchun emas, balki u sonliq ma'lumotlar orqali masalaning ayrimliq bo'lmasdan balki umumliq ekanligini hammamizning duch kelish ehtimolining borligini bildirish uchun o'tirg'a qo'ymoqchi. Shunga diqqatinglar o konkret sonliq ma'lumotlarda emas, balki masalaning qanchalik umumliqqa ega ekanligida bo'lsin. Amaliyotda bu xil ahvollar yolg'iz Amerikada emas, balki hamma davlatlarda o'xshash mavjud bo'lib, ko'pincha davlatlarda bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarda u xil sonliq ma'lumotlar Amerika va boshqa g'arb davlatlaridagidek undaq sistemalik statistika qilinmagan. Ya'ni biz bilayli desakmi, bilish ehtimolligimiz yo'q yoki shu davlat, shu rayon tarafidan maxfiy tutilgan bo'lishi mumkin. Bu sonliq ma'lumotlarni sizlarga sunishdan burun men oldi bilan xato diagnoz va ziyoda diagnozninki nima ekanligi to'g'risida azroq to'xtalib o'tmoqchi. Xato diagnoz deganimiz doktorxonalarning bemorlarning kasallik ahvolini to'g'ri bilolmaslik sababidan xato yakun chiqarib, xato davolash, kechikib davolash yoki hech qanday davolash ilib bormaslikni ko'rsatadi. Ziyoda diagnoz deganimiz doktorxonalarning bemorlarda bayqagan ba'zi ziyonsiz, ya'ni odamning hayotiga yoki sog'lomligiga hech qanday tahdid olib kelmaydigan benormalliklar yoki o'zgarishlarni xatarlik hisoblab, uning qarta zarur bo'lmagan davolashni ilib berishni ko'rsatadi. Amerikada xato diagnoz qo'yish nihoyat ko'p uchraydigan ahvol bo'lib, har yili doktorga ko'ringan balog'at yetgan bemorlarning 5%, ya'ni taxminan 12 million bemor uning ta'siriga uchraydi. Ya'ni xato diagnoz qo'yiladigan obyektiv bo'lishi mumkin. Amerikada her yili ciddi qutqaruş bölümge kelib
kasal ko'ringan bemorlarning 6%ga, ya'ni taxminan 7 milyon 400 ming bemorga xato diagnoz qo'yildi. Amerikada rasmiy diagnoz qo'yilgan kasalliklar ichida xato diagnoz qo'yilish nisbati kasal turlariga qarab farqli bo'lib, o'rtacha xato diagnoz qo'yilish nisbati 10% dan 15% ga yetadigan. Ba'zi kasallarga xato diagnoz qo'yish nisbati hatto 17,5% ga yetgan ekan. Ya'ni Amerikada her yili taxminan 800 mingga yaqin bemorga xato diagnoz qo'yilib, zarur bo'lmagan ziyonlar kelib chiqadi ekan. Kanadaning xato diagnoz qo'yish nisbati Amerikadami ig'ir bo'lib, ba'zi manbalarga asoslangan vaqtida xato diagnoz qo'yish nisbati o'tri hisob bilan 25% atrofida ekan. Amerikada ziyoda diagnoz qo'yishmi bir masala bo'libmi rak kasalini tekshirish, diagnoz qo'yish va davolashda ziyoda diagnoz qo'yish ahvoli nihoyat ig'ir ekan. Ba'zi tadqiqotchilarning bayqishiga qaragan vaqtida Amerikadagi ziyoda diagnoz qo'yish nisbati 90% ga yetgan ekan. Kanadadagi ziyoda diagnoz qo'yish nisbati kasal turlari va tekshirish usuliga asosan farqli bo'lib, ayollarning ko'ksa raki, ya'ni emchak rakiga ziyoda diagnoz qo'yish nisbati 30% bilan 40% orasida bo'lsa, 40 yoshdan 49 yosh orasidagi yosh ayollar ichida ziyoda diagnoz qo'yish nisbati 40% dan 52% ga yetgan. Qalqonsimon bez rakiga ziyoda diagnoz qo'yish nisbati texmi yuqori bo'lib, taxminan 75% ga yetgan. Bu deganlik shu qalqonsimon bez raki deb diagnoz qo'yilgan bemorlarning 75%da bu kasal yo'q deganlik. Yuqorqi sonliq ma'lumotlardan qaragan vaqtida meditsina ilmi yuksak taraqqiy qilgan bugungi kunda doktorlarning bemorlarga xato diagnoz qo'yish bilan ziyoda diagnoz qo'yishi bemorlarni zarur bo'lmagan ruhiy va jismoniy ziyonlarga uchratadigan asosli omil bo'lib, uning sababi garchi har xil bo'lsa-mu, ammo ko'pinchisi yanada saqlanish tamoman mumkin bo'lgan inson omilidan kelib chiqqan ekan. Bizda mellangni ching tut, qo'shningni o'g'ir tutma deydigan gap bor bo'lib, uning ma'nosi o'zimizga puxta bo'lish. Albatta, hamma odamning o'z kasaliga to'g'ri diagnoz qo'yib, to'g'ri davolash ilib berishga kafolat qilgudek tibbiy savod yo'q. Ammo damallikqa, hayotga tahdid ilib kelmaydigan sog'lomlik tekshirishda tasodifiy bayqalgan kasalliklar, uzun muddat davolash ilib bormasi bo'lmaydigan ost xarakterli kasalliklar bo'libmi operatsiya qilish birdan bir davolash bo'lgan kasalliklarga duch kelgan vaqtida yolg'iz bir doktorning fikriga asosan qaror olmay, ikkinchi hatto uchinchi bir doktorning yoki mutaxassislarning fikrini anglab beqish orqali hech bo'lmagan vaqtida bir qism xato diagnoz yoki ziyoda diagnoz qo'yilish sababidan xato davolash yoki zarur bo'lmagan davolash ilib berishdan saqlang'ili tamoman bo'lishi mumkin. Shunga mening yuqorqidek ahvollarga duch kelgan qarindoshlarga qiladigan tavsiyalarim, agar ahvol alohida jiddiy bo'lmasa, ya'ni darhol bir taraf qilmasa, hayotga xavf yetadigan ahvollar bo'lmasa, eng yaxshisi ozroq ortiq chiqim qilsaqmi, cho'qim ikkinchi yoki uchinchi bir doktor yoki mutaxassisga ko'rinib, ularning fikrini anglab, ondan operatsiya qilish yoki qilmaslikqa va yoki qaysi xil davolashni tanlashga qaror berish nihoyatda muhim deb qarayman. Bo'lmasa ziyon tortquchi o'zimiz bo'lamiz. Doktor yoki doktorxona eng ko'p bo'lgan vaqtida apu so'rishi yoki belgilik
iqtisodiy to'lam berishi mumkin. Uninglik bilan bizning ziyonga uchragan ruhiy va jismoniy sog'lomligimiz asla burunqidek asliga kelmaydi. Men bugun so'zimni mushu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganliginglar ko'pdan-ko'p rahmat. Allah hammamizning tenini salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar.